Nima qilyapsan u? O'zingiz noto'g'ri chiqdingiz-ku. Meni o'tkazib yuborishingiz kerak edi. Nima? Ko'sh mashinadan. Slipoy bo'lsang, achki taqib olgin, tushundingmi? Bu yerda menga yo'l berasan. Yo tushunmayapsanmi? Yo ot yo'q bergan pravan. Yetib bormayaptimi? Sanga boshqa gapiramiz. Ramzda Matizmdagi borib harakatlaymiz. Chiqmassan. Yo tushuntirib qo'yaymi boshqacha yo'l bilan? Rojjeni bo'ldi. to'g'rilar, nima olyapsan? Bo'ldi, o'zingiz borsing. Keyin gaplashamiz. Nima braf bo'lsang ham indamading? Ayb unda-yu. Qo'yavering aka. Hep haqqingni birovga beradigan bola emasding-ku. Bo'pti, bo'shashma. Chiqarsan. Rahmat. Labbay ona. Kelib qoldingmi o'g'lim? Yo'lda biroz ushlanib qoldim. Obbo, yana kimdir bilan talashib tortishdingmi? Tortishmadim, indamay turdim. O'zingiz aytdingiz-ku kecha. Ha, to'g'ri-da. Ro'zador odam talashib tortishmaydi. Shu. Ichimda ro'zaman deb turdim. Ancha foyda berdi. O'zi har doim shunaqa qilib yursam bo'lar ekan. Ha, tezroq kela qo'y. Iftorlik ham bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p onam, xo'p.